Sobir Rahimov Ikkinchi jahon urushi davrida frontda diviziya boshqargan va jang maydonida halok bo'lgan yirik sovet qo'mondonlaridan biri hisoblanadi. U 1902-yil 25-yanvarda Toshkent shahrida tug'ilgan. 20-asr boshlarida Markaziy Osiyoda siyosiy tuzum keskin o'zgarayotgan davrda ulg'aygan Rahimov 1922-yilda Qizil armiya safiga qo'shiladi. Harbiy xizmatining dastlabki bosqichlari Turkiston hududida olib borilgan harbiy operatsiyalar bilan bog'liq bo'lib, aynan shu davr uning harbiy tajribasi shakllanishida muhim rol o'ynaydi. 1920-yillarda u Qizil armiya tarkibidagi otliq qismlarda xizmat qiladi. Bu davrda Markaziy Osiyoda davom etgan qurolli qarama-qarshiliklar harbiy jihatdan murakkab operatsiyalarni talab qilgan. Rahimov shu operatsiyalarda qatnashib, qo'mondonlik tajribasini oshiradi. 1930-yillarga kelib u professional harbiy kadr sifatida shakllanadi va turli bo'linmalarda komandirlik lavozimlarida xizmat qiladi. Shu davrda u harbiy akademiyalarda tayyorgarlikdan o'tib, zamonaviy harbiy taktika va qo'shin boshqaruvi bo'yicha bilimlarini mustahkamlaydi. Ikkinchi jahon urushi boshlangach Rahimov frontga yuboriladi. Urush yillarida bir necha harbiy qismlarda qo'mondonlik qiladi va Sharqiy frontdagi og'ir janglarda qatnashadi. 1943-yildan boshlab u 37-gvardiya otliq diviziyasiga qo'mondon etib tayinlanadi. Bu diviziya Sovet armiyasining hujum operatsiyalarida faol qatnashgan bo'linmalardan biri edi. Rahimov boshqaruvidagi diviziya Ukraina, Belorussiya va keyinchalik Polsha hududlaridagi janglarda qatnashadi. 1944-yilda Sovet armiyasi g'arbiy yo'nalishda keng ko'lamli hujum operatsiyalarini boshlaydi. Rahimov qo'mondonlik qilgan diviziya shu operatsiyalarda faol qatnashib, bir necha mudofaa chiziqlarini yorib o'tishda ishtirok etadi. Harbiy manbalar uning qo'shinlarini tezkor harakatlantirish, jang vaqtida vaziyatni tez baholash va bo'linmalar o'rtasidagi muvofiqlik yaratish qobiliyati alohida qayd etiladi. 1945-yil boshida Sovet qo'shinlari Germaniya hududi tomon yakuniy hujumni boshlaydi. Bu jarayon tarixda Sharqiy Pomeraniya hujumi nomi bilan ma'lum bo'lgan operatsiya bilan bog'liq edi. Rahimov qo'mondonlik qilgan diviziya shu operatsiya doirasida Polsha hududidagi strategik nuqtalarni egallash janglarida qatnashadi. 1945-yil mart oyida Gdansk yaqinidagi janglar vaqtida u og'ir yaralanadi. Olingan jarohatlar sabab 26-mart kuni vafot etadi. Bu urush tugashiga atigi bir necha hafta qolganda sodir bo'lgan. Rahimov jang maydonida halok bo'lgan yuqori martabali sovet generallaridan biri edi. U vafotidan so'ng Sovet ittifoqi qahramoni unvoni bilan taqdirlangan. Bundan tashqari u bir necha yuqori harbiy mukofotlar, jumladan Lenin va Qizil bayroq ordeni bilan ham mukofotlangan. Sobir Rahimov harbiy tarixda Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan yuqori martabali qo'mondonlardan biri sifatida esda qolgan. Uning nomi bilan ko'plab ko'chalar, harbiy qismlar va yodgorliklar barpo etilgan. Uning harbiy faoliyati Ikkinchi jahon urushi tarixida front qo'mondonlarining jangovar tajribasi va fidoyiligi misollaridan biri sifatida baholanadi.